Nimani tushunamiz? Har qancha odamlar sizni haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb duo qilsin, umr uzaymaydi. Har qancha rizqing keng bo'lib, boy bo'lib ketishsa desin, boy bo'lmaydi. Chunki onaning qornida yozilgan rizqdan oshiqcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Onaning qornida yozilgan umrdan uzun ham bo'lmaydi, qisqa ham bo'lmaydi. Unda duo qilmaslik kerakmi? Kishini haqqiga qilingan duo umrini barakotli qiladi, rizqini barakotli qiladi. Ya'ni ana shu 50 yil, 60 yil umr yozilgan bo'lsa, u ko'payib qolmaydi. Faqat mana shu 50 yilda qilgan ishlari barakotli bo'ladi. Boshqalar 100 yilda qila olmaydigan ishni bu odam 50 yilda qilib qo'yadi. Imomi Navaviy 45 ga kirib vafot qilgan. Lekin 45 ga kirguncha qilib ketgan ishini u odamlarni yozib qoldirib ketgan ilmini o'qigan vaqtimiz yetmayapti bizga. Bu nimani belgisi edi? Ularning hayotlari barakotli bo'lganligi ishora. Imom Buxoriyni yashagan 63 yillik hayotini qoldirib ketgan ilmiga kunma-kun qilib, soatma-soat qilib bo'lib chiqsa, bu odam uxlaganmi? Bu odam dam olganmi? Uylanib bir safar-mafarga chiqqanmi degan savol tug'ilar ekan.